Assalomu alaykum. Men Fayziyeva Husniya, Samarqand shahridanman, O'zbekistondan. Menda eng yaxshi natija otamda bo'lgan. Mening dadam 90 yoshdalar. Buxoro shahrida yashaydilar. U kishida qand kasalligi ko'p yillardan buyon, 15-20 yillardan buyon qand kasalligi bilan kasallanganlar biladi. Agar kuchli intoksikatsiya ketsa agar oyoqlarida gangrenalar boshlanishi mumkin. Men dadamda bir necha marta gangrena bo'lganligi uchun mana bundan 2 yil oldin kuchli gangrena boshlandi. Keyin 3-4 oy biz kuchli preparatlar bilan больницаlarda yotqizib davolab bilmadik. Ahvollari kundan kunga og'irlashib kelaverdi. Keyin meni opalarim umid qilmay qo'ydi. Hatto gormonlarga o'tkazamiz deb aytdi. Mart oylariga qarab, men bahorga qarab ahvollari yana ham og'irlashdi-yu, keyin menga nanopatch mahsuloti borligini sponsorlarim aytdi. Baxtiniso va Nargiza Toshkent shahridan. Men ularga quloq solib, otamga antioksidant, nanopatch, antioksidant, immunitet, uchuvchan qadamlar va yoshlik bulog'i degan nanopatchni olib ishlatishni boshladim. Mart oyining oxirlariga borib 3-4 kunning ichida men dadam ahvollari ancha yaxshilana boshladi. Chunki dadam hech kim bilan gaplashmasdan, hatto ishtahasi umuman yo'q bo'lib qolgandi. Keyin shularni ishlatganimizdan keyin 3-4 kunning ichida men dadam ancha yaxshi tomonga o'zgardi, ovqat yeya boshladi. Bir oyga qolmasdan qand miqdori normaga tushdi, 608 ga. Davleniyasi 120 ga 80 va endi oyog'ini kesmasa bo'lmas edi, chunki 3-4 marta operatsiyadan keyin foydasi bo'lmadi. Haligi yara umuman bitmay qoldi. Dadam o'zlari doktorni chaqirib, meni oyog'imni endi amputatsiya qilinglar deb o'zlari rozilik berdi. Biz больницада hammasi bo'lib 9 kun yotdik. Operatsiya 45 minut davom etdi. Men dadam 11-12 kunga borib iplari olib uyga qaytdik. Mana hozir Xudoga shukr 2 yil bo'lyapti. Men dadam juda ham o'zlarini yaxshi his qiladi. Albatta men vaqt-vaqti bilan u kishiga antioksidant, yoshlik bulog'i, immunitet patchlarini ishlatib turaman. Juda ham katta rahmat degim keladi. Chunki men mana shu agar 15 yillardan buyon dadamga doim qo'shimcha mahsulotlar berib turgan bo'lsam, men shu yerda mana nanopatchlar bilan juda ham zo'r natija oldim deb o'ylayman. Men u kishini yana hayotini davom ettirishga, mana yana sog'lom turmush tarziga o'tishga yordam qildim. Rahmat nanopatchga.